Assalomu alaykum aziz do'stlar, qadrli kanal obunachilari. Akfali men kanal yana o'z videolarini chiqarib borishda davom etmoqda. Azizlar, bugun sizlar kutgan kun, chunki Akfa Plus 7000 seriya plastik romlarimizni ustanovka jarayonidan sizlarga obzorlarni polnisi tayyorlab berganmiz. Demak, yaqin 5 daqiqa ichida vaqtlaringizni olmagan holda razmerlarini, narx-navolarini va uyimizga qanday o'rnatilgani to'g'risida ma'lumot beramiz. Kanalda yangisangiz akalar obuna bo'lib qo'yinglar. Eng so'nggi narx-navolar, ish jarayonlari va ustanovka jarayonlarini Akfali men kanalga joylashtirib boramiz. Demak, bizlar boshladik. Demak, azizlar, bu ko'rib turgan uyimiz juda ham chiroyli, proyekt bilan qurilgan uy. Uyimiz old tomonida ikkita bir xilda shessigranlik tushirilgan. Xo'sh, bugungi ustanovkamiz azizlar Qashqadaryo viloyati Qamashi tumanida bo'ldi. Jaloliddin akamiz xonadoniga ustanovka qildik eshik romlarimizni. Akamiz kanalimizga obuna bo'lgan, podpisчигimiz videolarimizni ko'rib, o'ziga ma'qul bo'lgan fason va profil tanlab berdi. O'zi aytgan fasonda va aytgan profilda chiroyli qilib joylashtirib berdik. Deraza romlarimiz Akfa Plus 7000 seriya 5 kameralik penta profildan tayyorlangan. Derazamiz razmerlarini bir boshdan aytib o'tib ketamiz. Shessigranlarimizdan boshlaymiz. Ko'rib turgan shessigranligimiz ikki yon boshda, xo'sh, 55 ga 150 razmerda ikkita bir xil gluxoy shessigranlik tayyorlangan. Oynalari oq paket oynalarda tayyorlangan 16 lik bo'tillardan qo'yib berganmiz. Bo'tillarimiz ichlariga o'zini terlamas uchun maxsus dorilar solingan. Oynalarimiz orasi chestaqib tozalab artilgan va germeskalar polnisi surtilgan. Teng sentrda turk ko'zli derazamiz balandligi 150, eniga 135 razmerda derazamiz tushirilgan. Turko'z fasonda o'rta ochilgishlari ham yonboshdan ham tepadan pastga ochiladigan bo'ladi. Demak, ko'rib turganlaringizdek, bular ham xuddi shunday juda ham chiroyli qilingan. Yonboshida glavniy vextimizga standart katta eshigimiz tayyorlangan. Balandligi 235 sm ga, eniga 170 sm teraskamiz. Bu teraskamizda standart 2 ga 1 metr 1.20 bo'lgan ikki tabaqali eshik tushirilgan. Ikki tabaqali eshigimiz ham alyumin 12 lik balkon profildan yasalgan. Akfa chest o'zini mahsulotidan va ruchkalarini ham Akfani o'zinikidan qilib berganmiz. Oshxonash petallariga to'xtaladigan bo'lsak, naq 5 tadan 10 ta oshxonash petallardan qo'yib berilgan. E'tibor qiling akalar, ko'p joylarda ko'rgan bo'lsangiz 3 tadan 6 ta qo'yib beradi. Faqat Akfali men kanali ustalarigina 5 tadan 10 ta oshxonash petallardan qo'yib beradi sizlar uchun. Bularimizni ham oynalar 2 qavat paket oynalarda yasalgan. 1 metr kvadratda agar 12 lik balkon eshiklarimiz kvadrat 1 million 400 ming so'mdan yasalyapti. Ko'rishingiz mumkin. Taq qismiga seli alikafondan va tepa qismiga oq paket oynalardan yasalgan. Davom etamiz. Uyimiz old tomonida seli bir xilda 3 ta standart deraza romlarimiz, balandligi 150, eniga 180 razmerda derazamiz. Fasonni ko'rishingiz mumkin. O'zlaringizga ham bir ko'rishda ham juda ham ma'qul bo'ladi. Tepa qismi teng 2 ga bo'lingan va past qismi teng 4 ga bo'lingan. Ikki chekkada ikkita standart, ikkita ochilgich tushirib berilgan. Akfa Plus 7000 seriya. Zakazlar bo'lsa bemalol aloqa chiqarishingiz mumkin. 1 metr kvadrat azizlar sizlar uchun 950 ming so'mdan kelib tushadi. Bu tomonimizda ham shessigranligimiz ikkinchi qismi va ikkita eshigimiz. Uyimiz old tomoni seli bir xilda o'zlaringiz ko'rishingiz mumkin. Hammasini chiroyli qilib joylashtirib berdik. Uyimiz orqa tomonidan azizlar sizlarga ko'rsatib berib o'tamiz. Demak, orqa tomonimizda 6 ta bir xil standart deraza romlarimiz joylashtirilgan. Ustanovka jarayoni bilan ko'rishingiz mumkin. Tog' zonada bo'ldi. Xudo xolasa o'z yakuniga yetdi. Sizlarga orqa tomondan ham batafsil ma'lumot berib ko'rsatib o'tamiz. Azizlar, orqa tomonimizda deraza romlarimiz sal kichikroq fasonda tayyorlangan. 1.20 ga 1.50 razmerda derazamiz T fasonda yasalgan. Tepa qismi bitta, past qismi ikkita, bittasi ochilgichda tushirilgan. Xuddi shunday ko'rib turganlaringizda 6 ta bir xili, ikkitasini hali joy tayyor bo'lmaganiga o'rnatilmadi. Qolganlarini mana joylashtirib o'rnatib berdik. O'zlaringiz ko'rib baho berishingiz mumkin. Sifati kasifaga 100% kafolat qilib beramiz. Xo'sh, mana bu tomonimizda ham bir xilda derazalarimiz. Bo'linmalarni ham juda ham chiroyli qilib joy-joyida bo'lib berganmiz azizlar. Bemalol aloqa chiqarishingiz mumkin. Xudo xolasa azizlar, bugungi ustanovkamiz o'z nihoyasiga yetdi. Kimda qanday savollar bo'ladigan bo'lsa, videomiz kommentiga javob yozishingiz mumkin.
Mana zakaz bergan akamiz ham sizlarga o'z fikrlarini aytib o'tsin, xudo xolasa va Jaloliddin akamiz internet orqali bizlarni ko'rgan, o'zi ham fikrlarini aytib o'tgan. Aka, ishimiz ma'qul bo'ldimi? Joy-joyida hammasi. Zo'r. Hammasi zo'r. Tavsiya berasizmi? Masalan, Qashqadaryolik akalar Tavsiya qilamiz yigitlar. manzil to'shni bir aytib yuboring, agar birxlar kelib ko'rishsin. Qashqadaryo viloyati Qamash tuman Langarota qishlog'i. Bemalol akalar ko'rib ko'rishingiz mumkin. Qashqadaryodan kuzatib bo'layotgan akalar bo'ladigan bo'lsa, dastavkalarni yo'lga qo'yib beryapmiz. Alg'och xo'ringizlar. Hammaga sog'lik, salomatlik. Hammani ro'za Ramazon oyi bilan tabriklab qolamiz.